Assalomu alaykum hammaga. Bugun 18-iyul kelayotgan haftaga haftalik tahlil videosini yozishni boshladim. Undan oldin Forex Factory bo'yicha news driverlarni ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Kelayotgan hafta biza marketda tirikchilik qilishimiz uchun dushanba kuni news yo'q, seshanba kuni va chorshanba kuni, payshanba kuni bir qancha yangiliklar bor. Bular kuchsiz, uncha kuchli emas. Shuning uchun bemalol menimcha dushanbadan jumagacha ishlasak bo'ladi. Dollar indeksi 1 oylik time frame'da hali ham BPR'da kutib yotibmiz. O'rtoqlar, BPR tagida buy side liquidity BSL va koordinatsiyasi bo'yicha koordinatsiyasini haftalikda turibdi 1977. Xullas, e'tibor bersanglar weekly time frame'da ham fair value gapda turibdi. Men bu o'zidan keyingi lowlarni yechib yubordi va bunaqa lowlarni sweep'idan keyin odatda bizada yaxshi o'sish bo'ladi. Daily'da menga bitta narsa qiziq bo'lyapti. Narx bizada 0.50 dan pastga tushib reaksiya berdi, lekin menga manba fair value gap bilan va mana manba turgan order blokka testi sal qiziq bo'lib turibdi. Narx buy side'ga chiqishdan oldin bitta shu yoqqa korreksiya berib olsa ideal ssenariy bo'lardi deb o'ylayapman. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Shu yoqdan ham ketib olishi mumkin. Shundoq. Bu shaklda. Bo'lmasa bitta korreksiya berib buy side'ga. Agar biza pastga OB ga tushishiga ishlamoqchi bo'lsak, mana bu OB lardan ko'rsak bo'ladi deb o'ylayman. Ko'ramiz, market ochilishiga qarab ko'ramiz. Xo'p, yevro bilan funtda xuddi shuni teskarisi. Endi bo'lsa biz goldga o'tamiz. Gold bizda 1 oylik time frame'da. Mana bu fair value gap zonasiga juda yaqin keldi. Va shu fair value gap zonasini shundoq tugashiga mana bu yoqda haftalik sell side zonasi kutib turibdi. 3886 zonasi. Narx shu yoqgacha tushishi kerak. 3886 va bu yoqgacha biza sell short qarab turibman. Teparoqdan short olib qo'yganman o'zi. Take profitim shortga joylab qo'yganman. Va weekly da ham bitta OB bor 475 da. Balki shunga test berar va daily da ko'ramiz. 475 da bizda nima bor? 475 da bizda ishlagan OB bor ekan. Balki bu yoqqa chiqar. Balki mana bu OB dan ketar. Va premium discount o'rtoqlar. 0.50 dan tepadamiz. Va 4 soatlikdan bitta narsa qiziq.
keyingi hafta ochilishiga premium diskount bo'yicha 0 dan tepada, balki shu FVG dan oqib ketar 4 soatlikda. Dushanba kuni market ochilishiga bilmaydi. Ko'ramiz. Nasdaq 1 oylik time frame da internet sekin ishlayapti. Nasdaq 1 oylik fair value gapga tutamiz va 1 oylik fair value gap tepasida haftalik fair value gap mavjud. Haftalik sell side. Va sell side'ni bitta yechib olish kerak. Shuni yechgandan keyin bitta buy qarab olamiz. Ungacha men short qaryapman. Va qayoqdan desanglar, bundan fair value gapdan qarab ko'raman. Tahlil videosi foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment qoldirib, kanalga obuna bo'linglar, Telegram kanalimga ham obuna bo'lsanglar, u yoqda ham tahlillar bilan bo'lishib boraman. Sog' bo'linglar.